Günaydın hammaga. Har doim u tomonga borardim. Qisqalasi bor taraflar borim. O'sha yoqqa. Bugun bu tarafga qarab ketaman. Mana Mehrimog' jomisi. Shundoq kemalarni prichalida ostanovka, ya'ni konechka bor bo'pti. To'g'risida Mehrimog' jomisi. Narolarni ko'rsataman. Juda ham sovuq havo bugun. Xo'jayinim kurtkalarini yechib oldim sovuqligidan. Jomisidan yurib o'ngga qarab kelgan edi. Mana bitta Üsküdar sotsial tesislari bor. Kafe bu ham. Uni to'g'risida otel bor. 216 bor, yana bittasi bor edi. Ular yodimga keldi. Xullas, juda chiroyli otellar. Sotsial tesislarga kelmaganman to'g'risini aytsam. 1 yil bo'ldi ochilganiga oldin kirgizmas edi. Bir marta qiziq kelib ko'rdik, hali yopiq ekan, vaqtli kelib qolganmiz. Shu bilan boshqa kelmaganmiz. Vanta juda ham shiringina bitta kafe bor. Men bu kafeni aytmoqman, hozir qorong'ida ko'rinmayapti-yu, lekin kunduz kuni ko'rsanglar rosa chiroyli. Ko'p youtuberlar kelganda, blogerlar kelganda shu kafeni qo'yishadi. Bu ham ochilganiga taxminan 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri ishlaydi. Oldin zabroshniy joy edi. Keyin to'g'irlab olishdi. Mana bu kitob kafe yaqinda ochildi. Bu yo'q edi oldin. Bu yerdan kitob olib, o'qib o'tirsanglar bo'ladi. Kitoblarni naprokat olsanglar ham bo'ladi. O'qisa olsanglar ham bo'ladi. Kelganda dengiz oldi tarafingizda bo'lsa, o'ngga yurasizlar. O'ngga chapga borman, tushunmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Dengiz o'ng tarafingizda bo'ladi va o'ngga qarab yurasizlar. Dengiz orqangizda bo'lmaydi. Dengiz orqangizda bo'lsa, unda chap tarafga qarab yurishingiz kerak bo'ladi. Qanaqadan avtobusdan yoki kemadan tushganingizda, asosan kemadan tushganda chap tomonga qarab yurasizlar. Men tepa tomondan kelganimda o'ng tarafga qarab yurdim. Mana Istanbulda eng birinchi qurilgan ko'prigi, ikkinchi qurilgan ko'prik bor. Unda svet yonib o'chyapti orqada. Mana shu sohil bor. Bu yerda ham anta kafecha bor. U bu yil ochildi va har kuni kelsanglar, har kuni odam ko'p bo'ladi kechki payt, kunduz kuni uncha bo'lmaydi. Dalshi sohildan ketilmaydi, dalshi ketganingizda Beylarbeyiga qarab yuriladi va o'tda o'sha uchastkalar boshlanadi. Yali deyiladi. Yalilar boshlanadi, sohil ko'rinmaydi. Beylarbeyidan o'tgandan keyin men bu sohildan yurib keldim. Imomga qarab ketyapman. Masjidga ketayotganda park bor. Mana bu yerdan kiriladi. Bu parkning ichida ham juda ham zo'r kafelar bor. Restoranlar bor. Ovqatlari ham mazali, mehmonlarni olib kelsa uyaltirmaydigan, chiroyli, rosa uyutli. Va uni to'g'risida ham Beltur kafesi bor. Beltur davlatga bog'liq bo'lgan kafe. Davlat ishlatadi uni. Va narxlari boshqa joylarga nisbatan ancha arzon. Bu Beltur kafesi sohilda joylashgan, ochiq bo'lsa hozir kirib ko'rsatib ketaman. Mana Tetik Paşa to'g'risida. Yo'l-yo'lakay mana bu yashil mavi kafe ham bor. Bunda ham yillar oldin o'tirganmiz, to'g'risini aytsam. Kechki payt kelgandik. Kofta yeganmiz. Nonushtaga hech ham kelmaganman, bu kelib ko'rish kerak. O'sha paytda yaxshi edi, hali ham sushi qilganiga qaraganda, chunki biz Yusuf chaqaloq edi men kelgan paytda. Hali ham yaxshi bo'lsa kerak. Mana bu yerda yo'lda rosa ko'p kafe, restoranlar bor hozir. Ko'rasizlar. Mana bu yerdan boshlanadi. Mana buni kafesi Üsküdar o'zida ham bor. Mira Bakery degan joy, menimcha o'rislarniki bo'lsa kerak u. Mira deb ochganiga qaraganda. Keyin davomida даже sushi ham bor bu yerda. Panaziatskaya kuxnya. Lekin hech sushisidan yeb ko'rmaganman. Bu sushilar gaddala bo'ladi, bilaman. Keyin mana bu Sveta muzika yonib turgan joy bor. O'sha yerda ko'cha bor prям. Gastronomический. Mana gastronomический ko'cha mana bu bo'ladi, Kuzgunjukda joylashgan. Kechqurun rosa chiroyli bo'ladi. Bu ko'chada ham rosa kafelar ko'p, har xil. Mana bu sohilchasi ham juda mashhur, kichkinagina, shiringina sohilcha. Mana bu espressolar. Bu Starbucks boykot bo'lganda ochilgan, to'g'ri ochilmagan, mashhur bo'lib ketdi. Qiziq joyi, bu yerda ham serkov ham jomi yonma-yon joylashgan. Mana bu yerda Kuzgunjuk ko'chasi, mana bu espressolar.
va mana bu serqif, mana bu esa jomiy. Men yana to'g'riga davom etaman. Dengizni suvlarini, ovozini, to'lqinlarini sog'inganlik uchun men tushib oldim. Bu yoqqa qachon tushmayman, qo'rqaman. Suzishni bilmaganim uchun juda ham qo'rqaman suvdan. O'z to'lqinlanib turuvdi jim bo'lib qolganini qaranglar. Mendan qo'rqish shekilli. Mana bu yuk kemasi. Kargo olib borib kelib yurishadi. Buni mana bu bardoviy joyi bor, u to'la suvga kirsa, mana bu. O'sha bu kema to'laligini bildiradi, hali to'ldirilmagan, to'laqonli. Buni yana kemaning mana shu qora qismi qancha bo'lsa, shuncha yana tek qismi ham bor, pastki qismi ya'ni. Ko'rinib turgan tarafi to'laqonli kemani anaqasi emas, bo'yi emas xullas. Bo'yi ancha baland. Bardoviy tarafi anaqaga tushsa, dengiz tagiga, suvga tagiga o'sha to'liq to'lgan kema hisoblanadi. Mana bunaqa kichkina melisa kemalar bularni sapravozdatsiya qiladi. O dengizni boshidan olishadi yo'l-yo'lakay va shu mana bu Bosforga o'tib bo'lguncha sapravozdatsiya qilishadi. Mani olib ketgani keldilar. Mollarni maktabga tashlab, kecha cholimsam ham urushib berdi. Yigitim deb ayting. Yigitim xullas. Ketdilar anu ishim malika hozir ko'rsatgan. Bu tomon bo'lmas ekan menga, hech narsa bilan shug'ullanmadim, faqat yurdim, video oldim. O'shanda ham odam terlab ketar ekan. Tez-tez yurdim-da. Endi uyga. Bundan oldim bolaga. Buni qaynagan suvga aralashtirib beriladi. Bu qon ko'paytiradi. Immunitet ko'taradi. Agar qon Toshkentga ham jo'natib beraman.